Birinchi energokartinalari тоже, да? Давайте похлопаем. Kartinalarda zemnoy rang ko'p edi-da, hozir o'zgartiriladi. Nima degani bu? Nima degani? Yerga ulanish. Ishlar var degani, o'zgartirildi degani. So'z sizdagi qarashingiz, dunyo qarashingiz, fikrlashlaringiz, sizni ценностingiz, sizni hayotda qadrlashlaringiz ham o'zgarishni boshlaydi. Siz oldin zemnoy narsalarni qadrlagan bo'lsangiz, hozir sizga bu уже bunga ahamiyat berishni boshlamaysiz, naborot sizda ценность жизнida, hayotga bo'lgan qadringiz o'zgaradi. Qadrlaydigan narsalaringiz o'zgaradi. Oldinlari siz ko'proq nima desak ekan-da, 3D format nimani oldin qadrlaydilar ko'proq. Biz bu yerda qadrni qiymati rosa ham o'zgaryapti-da, mana o'zgargan, mana chisto o'zgargan bir holatida. Shunaqa bo'lyapti, hammada ham shunaqa bo'lib kelgan-ku. Oldinlari qadrlagan narsalaringiz hozir уже ahamiyatga ega emas, va sizda ham shunaqa narsa bo'ladi. Ценность жизни меняется. То есть sizda уже siz uchun уже bilasizmi? Inson qadri ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi, munosabatlar, his-tuyg'ular ko'proq qadrlashni boshlaysiz, nechun qanaqadir bir telefon yoki tam boshqa bir jarayonlar. Tushundingizmi? Endi ayta olasizmi? Bosib o'tgan jarayonlaringizni nimadan boshladingiz? Qanday keldingiz? Qisqa qilib, shu bilan birgalikda как есть. Buxoroga qolib kelganman. Ikkinchi viloyatim deyman aslında. Bironta vaqt topib da kira olmadim. İş bo'yicha kelamiz, sırası ketamiz. Men buni nima deyman? Kirgizishmadi deb aytaman. Ben ham uni qabul qildim. Shuni to'g'risi. Chunki keldik, ketdik, sırası vaqt bo'lmadi, niyat qilib bo'lmaganda. Shu oxirgi paytlarda özüm içime geldi. Hani gitişim kere neç yıldır yaşayapsan. Bir de keyingi yıl umre niyetine dokalasa şey var, heves var. Gitişin kere de bir his geldi. Aha, içinizden nimadir aytdi? Chorladi sizni. Da. Keyin 2 ay aldın mı? Düşümde bitti. İnsan geldi. Aytmadım işin to'g'risini. Ak saçlı, uzun boylu bitti insandı. Men sakallar ama. Naqshbandga borishing kerak degandi. Ishorat qildilar. Qiziq keldilar. Ziyoratlar yaxshi o'tdi. Tüm bo'ldi Naqshbandda juda ham hissiyotlar qo'ygan gap. Orada bir narsa geldi. Şu joygacha bir kan yürüdüm deymiz, nima deymiz bilmadim. Energiya. Naqshbandda de işin to'g'risi içkerime bir spokojnilik girdi, yani relakslık girdi, yani shunday. Xotirjamlik kirdi. Xotirjamlik girdi. Çünkü bizde işim bo'yicha olsun, hani hayatımız stresli. Stresten biz fakat stres deymiz. Her daim miyemizde bir o'ylashimiz kerak bu narsalar. Hani o ahirgi Naqshbandga borganimizda onchalik qopqatib qaramaslik keraklilik hissiyoti keldi. Ko'proq. Naqshbandi demen sizga buni o'shaning uchun chorlatganlar sizni. Ahamiyat bering, oxirgi bo'lib Naqshbandi bo'ldilar. Ungacha tajribalardan o'tgan deb aytdilar. Oxirda keyin o'sha sizga bu narsalarga ahamiyat bermasligingni chorlatdilar-da, получается. Aslında ben nimaga ahamiyat bermagin dedilar sizga aynan Naqshbandi? Nimaga ahamiyat bermagin dedilar? Aynan. Nimani tushundingiz? nima bo'lsa bo'lsin, hamma narsa bo'ladigani bo'ladi. Anchalik harakat qilsangiz ham, albatta harakatni to'xtamashingiz kerak. Lakin ko'p o'ylamash kerakmish. Kecha borganimizda juda charchagandik. Ishni to'g'ri 2 kunda vaqt charchadim. Da. Tushunarli. Naqshbandga borib, vaqt charchab qolib chiqib ketdi. Charchab yo'q. Ko'rgandan keyin bilib qoldim. Siz o'zingizni bu ish uchun tayyor qilgansiz. Çünkü ko'ryapman, energiya tugamayapti. O'sha kuni restoranga birga gitdik-ku, musbat qilolmadim orqamizdan. Biz bilan turdi, biz bilan bir xil ish qildi deyman. Tim bo'li, biz o'tiramiz, yozamiz, siz oyoqdasiz, her doim shundan bilan. Energiyangiz polni bu ish uchun tayyor qilingan. Tayyorlashgan, tayyorlab kelishmoqda. Asosiy maqsadimiz O'zbekiston xalqini ongini kengaytirish. Ularning maqsadi biz orqali bu maqsad sizlarga yetkazib beradi, boshqa hech narsa emas. Я тут просто проводник. Faqat o'tkazib beraman, men orqali qilishyapti buni, потому что физически ular kela olishmaydi-da. Albatta. Bu yerda что, как чему, sekin hammasi bu ko'zga ko'rinmagan haqiqatlar. Boshqa hech narsa emas, har bir to'lovi, har bir qismini donasigacha so'raymiz. Ortig'i
ortig'ini ham oladi. 1000 so'm bo'lsa ham, 2000 so'm bo'lsa ham qaytarib bergin, kerak emas, qolmasin deb aytamiz. Да.